Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari. Bizni YouTube'da, Instagram'da kuzatadigan do'stlar. 2025-yil 24-mart sanasida skina navli gilosimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'tgan yili ekilgan skina navli gilosimiz do'stlar. Mana gullagan holati. 7 ta 8 ta xonolasi mevasi bor. Mana holimizni holati do'stlar, ko'chat holati barmoq bilan teng. O'tgan yil xuddi shu paytda ekilgan. Xudo buni g'o'ralagan, pishgan holatini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Pishgandagi videolarni ham qo'yganmiz do'stlar. Gruppamizga, YouTube'ga, Instagram'ga qo'yganmiz. Bu yil ham xudo xolasa pishgan paytidan videosini qo'yamiz. Bu gilosimizni do'stlar, o'zimizni mahalliy giloslardan afzalli taraflari o'zini o'zi changlaydi. U o'zimizni mahalliy giloslarda ham changlatuvchi gilos shu. Hosildorligi o'zimiznikidan yuqori. Eksport bor. Ham ichki bozorda ham yaxshi sotiladigan giloslardan. Mana bu yoqqa ham bitta ekkanmiz, hozir uni ham ko'rsataman. Buni ishonchli ko'chatlaridan bor do'stlar. Xudo xolasa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Noyabrdan ekilish boshlanadi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 91 396 66 74 nomeriga aloqaga chiqib ko'chat zakaz qilaverasizlar do'stlar. Bu yil bu gilosimizni ko'pchilik ulgurmadi, tez sotilib ketdi. Ulgurmaganlar hozirdan zakaz beryapti. Hozirdan zakaz olishni boshlaganmiz. Kimga kerak bo'lsa ekib berish, katta yer maydonlariga yetkazib berish xizmatlari ham bor do'stlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Zakaz olishni boshlaganmiz. Mana bunisini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar. Bunisi ham mana gullagan. 4 ta 5 ta guli bor. Xudo xolasa buni ham pishgan paytini qo'yamiz, g'o'ralagan paytlarini. Mana do'stlar, bunisi ham yosh nihol, lekin уже mevaga kirgan. Bir yilda meva qiladigan ko'chatliklar bormi deganlarga mana bir yilda уже mevaga kirgan. Mana do'stlar. Bunisi bahor gilos. O'sha mayda pishadigan mayski gilosimiz. Mana do'stlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, videoni gilos ekaman deb yurganlarga, dehqonchilikka qiziqqanlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda doim davom etinglar. Hali zo'rlari oldinda. Sog' bo'linglar do'stlar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.